Assalomu alaykum. Mana 2024-yil 26-oktyabr Pink Lady Rosy Yellow olmamiz. Mana shu holatda to'liq rang olib, mana pishib yetildi. Terim jarayoniga tayyor. Mana mevani atrofidan ham aylantirib ko'rsatib beramiz. Mana. Mana bu qolgan tupni mana mevalarni ko'rsatamiz. Mana hammasida rang olishi, mana bir xil rang olib qizarib pishib yetildi. Mana hozir sizlarga yana boshqa tiplarda ham mevalarni ko'rsatamiz. Mana bu daraxtimizda mana mevalarni mana ko'rsatib beramiz. Kamida bir 7-8 kilo, 10 kiloga yaqin mana hosil bergan. Mana buni padvoyi, Sinneros padvoyda bo'lgan. 106, 109 padvoy bas. Mana bu. Mana olgan hosilni ko'ringlar mana. Mana yana boshqa tiplarimiz. Mana mevani holati. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Ranglari juda ham chiroyli bo'lib, mana pishib yetildi. Kuzgi mavsumga ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Ko'chatlarga bemalol zakaz beraverasizlar.